Assalomu alaykum, hurmatli Kesh.uz kanalining kuzatuvchilari. Barchangizni videomizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan Kopeka Game, ya'ni rublda pul ishlaydigan mining bot haqida gaplashib o'tamiz. Bu botimizga men havolani kommentariya va opisaniyada qoldiraman va u havola orqali o'tganingizda sizlarni xuddi shunday oynaga olib o'tadi do'stlar. Bu botda qanday pul ishlanadi? Bu botda hozir men botni ichiga kirib olib, batafsil tushuntirib beraman. Bot xuddi shunday ishlaydi. Kirganimizda xuddi shunday interfeys chiqadi. Bu yerda battle bor, ya'ni odamlar bilan battle o'ynashingiz mumkin. Rublda pul tikasiz va battleda g'olib chiqsangiz ko'proq pul olasiz. Agar yutqazsangiz pullaringiz ketadi. Bu yerda balansingiz ko'rinadi chiqarib olish uchun. Bu yerda esa bonus olishingiz mumkin. 0.05 kopeyka rubldan 1 rublgacha bonus beradi. Va pastda do'stlaringiz nechtaligi ko'rinib turadi. Va eng tagida sizning ma'lumotlaringiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Meni miningim pul ishlayapti va kuniga 207 dan ishlaydi. Men bugun ro'yxatdan o'tib taxminan 10 yoki 20 rubl kiritdim. Aniq esimda yo'q kiritgan summam. Xullas pul kiritib sinab ko'rish uchun kiritdim va vazifalar boshqalarni bajarib, bir nimalardir qilib 5 rubl pul yig'dim. 5 rublni hozir sizlar bilan video davomida chiqarib ko'ramiz. Bu yerda ya'ni bu minerimizni statistika bo'limi bor. Statistika bo'limiga kirsangiz bu yerda ko'rishingiz mumkin. Jami to'ldirilgan 52 million rubl to'ldirilgan va 22 million to'lab berilgan. Bu rublimizda bu botimizda daji yana 30 ming pul bor. Bu taxminan ancha vaqtgacha ishlaydi degani va to'lovlar mana bu yerda to'ldirilayotgan summalar kimdir 3 ming rubl, kimdir 20, 100, 5 ming rubl, hamma har xil to'ldiryapti. Bu yerda 30 ming rublga to'ldirganlar ham bor. Siz istagan summangiz bilan to'ldirishingiz mumkin va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Pullar yechib olinayotgan pullarni ham ko'rishimiz mumkin. Barcha 2 dollar, 1 rubl, 43 ming rubl yechib olganlar ham bor. Mana bu yerda 5200 rubl. Ular shunday yechib olayotganlar ham bor. Endi biz mining bo'limiga qaytib olamiz va bu yerda sabrat tugmasini bosish orqali pullarimizni yig'ib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Agar kuchaytirmoqchi bo'lsak, security, ya'ni kuchaytirish tugmasini bosamiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, qancha pul kiritsak, kuniga qanchadan pul ishlashimiz ko'rsatib beriladi. Bu yerda 500 rubl kiritsak, kunimizga 7% dan va kuniga 35 rubl ishlaysan deyapti. 5000 rubl kiritadigan bo'lsak, kunimizga 9% dan beradi va bu dohod 450 rubldan bo'ladi. Ya'ni 11 kunda siz daromadga chiqasiz. 11-12 kunda. Agar 5000 yo'q, 7000 rubldan ortiq bo'lish kerak. 7000 rubldan ortiq kiritadigan bo'lsak 12%. Va bu yerda eng ko'pi 10.000 rubldan boshlanadi. 10.000 rubldan ortiq kiritsangiz 20% beradi. Ba'zida botimiz orqali bonuslar ham bo'lib turadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Den 30%lik 30%ligi bo'ladi. Ya'ni bu 7000 rubl kiritganlarga kuniga 30% gacha daromad beradi va u 3 kunda daromadini chiqarib olib, 4-kuni o'zi foydaga chiqadi. Xuddi shunday bo'lib, botda har 2 kun, 3 kunda bir aksiya bo'lib turadi. Aksiya davomida siz yaxshigina pul kiritib sotib olsangiz, 3-4 kunda daromadga chiqib, yaxshigina daromad olib qolishingiz mumkin bo'ladi botdan. Xo'p do'stlar, bu yerda xullas shunday qilib bu yerga o'zimizga kerak summani kiritamiz. Masalan 500 rubl va bu yerda payer tugmasini bosamiz. Payerning ustiga bossangiz avtomatik sizni olib o'tadi. Yoki tonda to'ldirmoqchi bo'lsangiz, ton orqali to'ldirishingiz mumkin. Agar ton sotib olishni bilmasangiz, shunchaki Paynet ilovasida ham hozirgi kunda tonni sotib olish mumkin bo'lyapti do'stlar. Tonni sotib olasiz va bu yerga tashlab bemalol ishlatishingiz mumkin. Agar sizda rubl bo'lmasa, payer hamyoningizda, oddiygina ton orqali ham to'ldirishingiz mumkin. Agar sizga Paynet ilovasi orqali ton sotib olish qiziq bo'lsa, video ostida kommentariyada fikringizni qoldiring va biz
To'n sotib olishni va to'nni qanday qilib bu yerlarga kiritishni ham video qilib chiqaramiz do'stlar. Xullas shunday, bu yerda depozit xuddi shunday ishlaydi do'stlar. Endi esa bu yerda vazifalar bo'limi, mana bu yerda 0.03 kopeykadan vazifalar, har xil botlarni bu yerda reklama qilib qo'ygan. Bot, kanallar, turli narsalar va bu yerda reklama berishingiz ham mumkin. Hamma uchun ochiq. Istagan odam bu yerga reklama berishi mumkin va minimal depozit miqdori 100 rubl. 100 rubl botga depozit qilasiz va bu yerda reklama berishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Referalni sistemani ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, referal bo'limi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Do'stlaringizni taklif qilib 10% daromadidan olishingiz mumkin. Ular depozit qiladi yoki qilgan summasidan 10% olasiz. Va ularni miningidan ham olasiz. Masalan, ular 100 rubl kiritib, 500 rubl kiritib kuniga 35 rubl pul olsa, siz 3,5 rubl olishingiz mumkin bo'ladi. Har bir do'stingizdan do'stlar. Bu yerda mana aktiv dohod va barchasini ko'rsatib qo'ygan. Do'stlaringiz soni ham bu yerda ko'rinib turadi. Endi esa do'stlar, eng muhim lahzalar, ya'ni pulni chiqarib ko'ramiz. Bu yerga 5.13 ni yozamiz va payer bu yerda turadi. Bu yerga payer hamyoningizni kiritib olasiz. Mana xuddi shu yerga men payer hamyonimni kiritib olganman. Siz esa o'z payer hamyoningizni kiritib запустitni bosasiz. Ya'ni pulni chiqarish. Успешно выплата. 537 rubl chiqib ketdi. Hozir biz payer hamyonimizga kiramiz. Pullar momentalniy to'lab beriladi do'stlar. Mana bu yerga hozir biz istoriyaga o'tamiz va 513 rubl mana kelgan va biz buni ustiga bosib ko'rishingiz mumkin. Kopeykadan mana 15, 17, 35, 25 bu Rossiya vaqti bilan hisoblab beryapti. Bizda esa 19.25 ta to'lov bo'ldi. 5 rubl 13 kopeyk. To'lovlar darhol bo'ladi do'stlar. 100% bot ishonchli. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bot havolasi kommentariya va opisiyaniyada bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.